Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jalil va Muqaddas yetib turadilar. Ha, shu turadi. Tinchlikmidi? Bizlar bilan idoraga borishlariga to'g'ri keladi. Yo'q, menimcha adashyapsiz shekilli. Adasi, kim ekan? Assalomu alaykum. Siz davlat mulkini talon-taroj qilishda gumonlanyapsiz. Bizlar bilan ketishingiz to'g'ri keladi. Assalomu alaykum. Keniga yaxshimisiz? Keni bolalaringizdan keyin qiynalib qoldingiz, siz ham ro'zg'oringizni nima qilyapsiz? Pensiya pulingiz yaxshi kelyaptimi ish qilib? Amallayapmiz, bo'ladi. Voy, sizga yaxshi taklifim bor. Uyda o'tiraverasiz, pul o'zi oqib kelaveradi. Shu orada bir borib qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Oyiga $400 nima deysiz? Bitta pasportingizni olib chiqsangiz, bankka borib kelsangiz hal. O'zim ham rosali ham qiynalib ketdim. Menga ma'qul tushdi. Sizni qiynatib qo'ymasam bo'ldi. Hozir pasportimni olib chiqaman. Bo'ling. Nega yana boshqa bankka chaqirdingiz? Har safar ham bitta bankda ishimizni bitira olmaymiz. Shuning uchun bankka almashtirib turganimiz yaxshi. Uni qo'y, bizga qiynalgan odamlar kerak. Конечно. Ana mashinada 3 ta ayol olib keldim. Ha, aytganchi. Mana pasportligi. Yaxshi. Bu lekin kam. Bizni ko'pchilik yordam berishimiz kerak. Qiynalgan ayollarni topish kerak. Harakat qilavergin. Bo'pti, men kirib ketaman, ketimdan bitta kiraversin. Mana O'tiribsizmi hali ham to'ylaringizni boqib? mashinani qayerdan olding? Erkin omadi bilan o'ynash bo'lmaydi deysiz adasi. Omad ayol kishiga ham beriladi. Faqat ozgina kallani ishlatish kerak, bu ishlatishga berilgan. Kelganing yaxshi bo'pti o'rtoq. Ishdan vaqtliroq keldim, zerikib o'tirdim. Menga qara, adashmasam xotini qatorda oldi, bankka oldirib, erkak kishi bilan turgan ekan. Adashtirayotgan bo'lsang kerak o'rtoq. Menimcha men adashdim o. Mayli o'rtoq, charchama. Bo'pti. Kelganingiz yaxshi bo'pti. Men o'zim siz bilan uchrashmoqchi edim. Ayolingiz bizda firma direktori bo'lib ishlaydi. Sizga ham shu taklif bermoqchi edim. Siz ham nomingizga bitta firma ochamiz, direktor bo'lib ishlayverasiz. Har oy $1000 oyligingiz bor. Faqat shu orada kelib qo'l qo'yib berib ketsangiz bo'ldi. Men bitta o'ylab ko'raymi-da. Mayli, o'zingiz bilasiz. Xo'p. Ata, pul bering. Qizim, hali oylik olganim yo'q. Oylik beraman, xo'pmi? Sizda o'zi qachon pul bo'lgan? Samira? Assalom. Mana buni ham bunaqa. Qolgan narsani olib kel, xo'p? Menga qara, nima qilasan yosh bolani pulga o'rgatib. O'zingiz normalniy pul topmaganingizdan keyin aralashmang. Undan ko'ra men bilan birga ishlang. Qancha pul topsam ham peshona terim bilan topolman. Shu narsani esdan chiqazmagin. Tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Qancha pul topsam ham peshona terim bilan topolman. Tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Ro'shan ekan singlisi, aka. Bir oy oldin suv chiqardim. Bermadilar. Ro'shana? Rasi so'radim, ha? Assalomu alaykum. Hormanglar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Mashta Lola degan qiz yashirkan aka, Ro'shan ekan singlari. Surishtirgani keldi o'shalarni. Ko'rinishingizdan yaxshi bolalarga o'xshayaptilar. Aka, to'g'risini aytish kerak-da. Bu qiz bo'lmaydi, aka. O'rangani bilancha ko'chada bolalar bilan yuradi. Ko'zim bilan ko'rganman, aka. Ko'rganmiz, to'g'rimi? Bo'ldi aka, rahmat kattakon. Endi surishtirgani ham yaxshi-da aka. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Menga qara, toming ketmaganmi sani? Nima ittishayapsan o'zingdan o'zing? Akasi bermadimi? Endi nima shunaqa bo'ladi? Kelgan odam yomonlayveradi. Menga qaralaring, kechasali ko'chadaydilar shekilli. Kecha kuyov bola surishtirgani kelgan ekan mahallaga. Mahallada kimdir isqirtdan olib va shu iplos bich bu deb turib ustidan mazvada ortib sinimman. Men ko'rmadik-a, u hech kim kelmadi menimcha. Ha, biz chet turdik, hech kim ko'rmadik. Bunaqa erkaklarga lozim berish kerak adashmasam. Gaplashamiz bolalar. Sheringga sani. Gunohga qoldirding meni. Kecha shu aqlingiz yo'qmidi? Endi vijdoningiz uyg'onib qoldimi? Buqqa kirdimi? Endi oxirgacha boramiz, aka? Qorning och bo'lsa kerak o'rtoq, olmamini ye. Tovog'imdan qilam o'tmayapti o'rtoq. Nimaga, tinchlikmi? O'g'lim ahvoli og'ir. Operatsiya deyishgan. Shunga pul topa olmayapman. Qarz deb tursa endi o'dim. Qarz deysanmi o'rtoq? Men qarz bera olmayman. Qarz bera olmayman deysanmi? Necha joyda gumxona ochib tashlading? Malik bozor orqasidan tramvay kiruvdan ham joy ochding. Uyingga olib ketadigan bo'lsang, bemalol olib ket. Bir tiyin puling kerak emas. Lekin iltimos qarz so'ramagan. O'zim uchun so'ramayapman, bolam uchun so'rayapman. Puling bo'lib turib qarz bermasa qanaqa do'st bo'lding? Menga qara. Nima puling bo'lib turib bermading? Imkoniyating bor qo'lingda, sharoiting bor. Bersang o'lib qolmasing, o'ziga so'ramagan ekan, bolasiga so'ragan ekan. Aralashmagan. O'zim bilaman kimga qanaqa nima qilishni. Sangacha o'zi bir gap gapirib bo'lmaydigan bo'lib qopti. O'zing bilasan. Ha, tinchlikmi? Nima chaqirding? Bolam kasal edi.
imkoniyating bo'lsa pul berib tur. Menga qara, tuzuk ishni ishlasang bo'lmaydimi? Masalan, kalakani itidek hamarketdan mana shunaqa yuraversan, pul so'rab, hozir pul yo'q. Keyin o'rtoq beraman, bo'lganda. Mayli o'rtoq, rahmat. Mayli, xo'p. Ha bolam, nima bunaqa qilib xomush bo'lib o'tiribsan? He ona, bandasidan so'rab xato qilma. Allohdan so'rasam bo'lar ekan. Berdingmi so'ragandan keyin? Bermadim. Nima pul spirtga olmanmi men o'rtoq? Bekor qilsan shu ish. Bunaqalarni ko'pini ko'rganman. Ketidan yurasan bergandan. Ha, demak unga haqiqatdan pul kerak ekan. Bunda tur. Mashina qirib qo'yma. To'g'ri tushuntiraversan yoki. Gaplashamiz. Ha, aka. Nimaga kelding? Nima qilaman men? Uyingga olib kirasan. Manmi? So'ragan puling. Yetmasa yana beraman. Nimaga men boya borganimni bermading shuni? Sen mendan qarz deb so'rading. Shu narsani esingdan chiqarmagin. Haqiqiy do'stlar o'rtasida qarz deb hisoblanmaydi. Shu narsani esingdan chiqarmagin. Haqiqiy do'stlar o'rtasida qarz deb hisoblanmaydi. Nimaga novvoyxonaga olib kelyapsan meni? Mana Navoiy seni sovchi qo'yibdi. Bu nonni sotib seni boqoladimi yo'qmi? Yurchi sifatini olaylik. Sani kimligingni bilmay qolgandir-da bu. Keli sani eshigingni taqillatadimi? Yurchi qani gaplashamiz. Assalomu alaykum. Kelinglar. Va alaykum. Kecha onangni uyimga sovchi qo'yib yuboribsan. Kimligimni bilasanmi? Nimaga ishonib yubording sovchini? Sen mana bunaqa Navoiyxonani mintasini qursan ham menga teng kela olmaysan. Tushundingmi? Ha, bu ham bilmagandek qatga kelib qolganini. Tengi bilan, tezak qopi bilan. Mayli, unaqa urishib tashama. Kambag'allik qo'ynini ortma deyshgan. Maylimi bir narsa so'rasam sizlardan? Sazing o'lmasin, so'ra. Yahudiylar boyligi, mansabiga qarab qiz berib qiz chiqarishar ekan. Nasroniylar chiroyiga qarab qiz berib qiz chiqarishar ekan. Arablar bo'lsa nasl nasabiga qarab qiz berar ekan. Musulmonlar bo'lsa taqvosiga qarab qiz berar ekan. Siz o'shanda qaysi toifadansiz hozir? Siz o'shanda qaysi toifadansiz hozir? Ha, tuzukmisan? Chayka rezidenti O'rtoq quruvchi bo'lib ishlayapsanmi? Qo'lim kir bo'lib qolmasin. Men senga necha marta talab etganman. Esingdami? Ke yonimga ish beraman. Bundan yaxshiroq ishlarding. ishim yaxshi o'rtoq. Rizq nasibamni Alloh berib turibdi. Agar sen shuni rizq nasiba deydigan bo'lsang, bizda topayotgan pulni menimcha tushunga ham kirmasa kerak, ha? Kimga qanaqa berishi Allohning o'zi biladi. Ha, shunaqa. Gaplashamiz. Mardikor. Bizning shartnoma nima bo'ldi? Shartnomangiz tayyor. Chayka rezidensiyadan 50% to'lov qilib uy xarid qilganingiz uchun kvadrat metrdan 500 mingdan skidka qilib berdik. Ikkinchi xarid qilgan uyingizga 100% to'lov qilganingiz uchun 100 million so'mgacha skidka qilib bermoqchimiz. Ramazon oyiga xalq qo'ylab zo'r chegirma beribdilar. Xo'jayiningiz ham saxiy inson ekanlar-da. Hozir rahbarimiz kirsinlar, qo'l qo'yib bersalar bo'ldi. Xo'jayin, ikkita uy xarid qilgan mijozimiz edilar. Shu shartnomaga qo'l qo'yib bersangiz yaxshi bo'lardi. Shartnomani bering. Ne turib oldingiz? O'tiring. Samarqand shahridan uylim bor bo'lsa. Gaplashamiz. Mardikor.